Bir donasi $5000 dan $20000 gacha turadigan tovuq haqida eshitganmisiz? Qiziq tomoni bu tovuqning rangi qon-qonigacha singib ketgan, go'shtidan tortib suyagigacha rangi tim qora rangda, hattoki tuxumining rangi ham qora rangda. Nega bunchalik qimmat deyishingiz mumkin? Chunki bu tovuqda bo'lgan talab Amerikada juda ham yuqori va odamlar buni boylik va omad ramzi sifatida ko'radi. Yana bir ma'lumot, har bir boyning taomnomasida aynan shu tovuqning go'shtidan mavjud. Lekin bu tovuqdan dunyoda atigi 3,5 mingta mavjud. Siz ushbu qora tovuq go'shtidan kechki taom qilgan bo'larmidingiz? Bir donasi $5000 dan $20000 gacha turadigan tovuq haqida eshitganmisiz? Qiziq tomoni bu tovuqning rangi qon-qonigacha singib ketgan, go'shtidan tortib suyagigacha rangi tim qora rangda, hattoki tuxumining rangi ham qora rangda. Nega bunchalik qimmat deyishingiz mumkin? Chunki bu tovuqda bo'lgan talab Amerikada juda ham yuqori va odamlar buni boylik va omad ramzi sifatida ko'radi. Yana bir ma'lumot, har bir boyning taomnomasida aynan shu tovuqning go'shtidan mavjud. Lekin bu tovuqdan dunyoda atigi 3,5 mingta mavjud. Siz ushbu qora tovuq go'shtidan kechki taom qilgan bo'larmidingiz?